Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umijon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang'i biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 2026-yil 3-aprel bugun xohlasa juma. Hammalaringizni ayom bilan tabriklayman. Allohdan nimaki so'ragan bo'lsang, inshaalloh ziyodasi bilan bersin. O'ylaganimizdan ziyodasiga erishishlik nasib va ro'za aylasin hammamizga. Akalar, opalar, ukalar, bilasizlar, o'sha harakat bilan yuribmiz, yaxshilikka, o'sha eksportga chiqamiz, mahallaga yuk beramiz deb yuribmiz. Inshaalloh shuni harakat qilamiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Duo qilaylik, bugun juma. Allohning biz bandalariga bergan bir yaxshi kuni. İnşallah yetişib, o'ylaganimizdan ziyoda erishib, nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Nima olsam ekan? Kobultni oldim, Gentrani oldim, Taxoni oldim. Endi nima olsam ekan? Deydigan darajaga kelish nasib ro'za aylasin. Xudo xolasa inshaalloh erishib, ziyodasi bilan erishib yuraylik, duo qilamiz. Nasib bo'lsa. Assalomu alaykum. Ayom bo'lsa aka, so'raysiz? Duo qilamiz, Xudo xolasa. Nasib bo'lsa nimaki niyat qilgan bo'lsak, ziyodasi bilan erishlik nasib bo'lsa. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umijon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang'i biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Sog' bo'linglar.